Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlarning futbol o'yini boksga aylanib ketdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Svobodniy shahridagi stadionda o'tayotgan futbol o'yini birozdan so'ng mushtlashuvga aylanib ketdi. Ijtimoiy tarmoqda 25-may kuni shahardagi birinchi maktabning sport maydonchasida bir necha muhojirlarning bir-birini do'pposlayotgan videosi tarqaldi. O'sha kuni kechqurun shifoxonaga 27 yoshli erkak jarohat bilan olib ketilgani xabar qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, u aynan futbol o'yini paytida jarohatlangan. Politsiya surishtiruvni allaqachon boshlagan. Jangning barcha ishtirokchilari allaqachon aniqlangan. Ularning barchasi boshqa davlat fuqarolari bo'lib chiqdi. Boshqa hech kim shifoxonaga murojaat qilmagan va politsiyaga ariza ham yozmagan. Endi ularning qaysi biri mayda bezorilik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishini hal qilishmoqda. Jinoiy ish bo'yicha esa jarohat yetkazgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Rossiyada migrantlar uchun kuryerlik faoliyatini majburiy litsenziyalashni joriy etish taklif qilindi. Tashabbus muallifi Adolatli Rossiya yetakchisi Sergey Mironov. Bu bizga Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari fuqarolari orasida, ayniqsa mashhur bo'lgan eng yopiq hududlardan birida tartib o'rnatish imkonini beradi, dedi deputat RIA Novosti agentligiga. Moskva va Moskva viloyatida registratsiya mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaga vizasiz tartibda kirib kelish huquqiga ega bo'lgan xorijiy davlat fuqarolarini ro'yxatga olish mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Unda migrantlar o'z biometrik ma'lumotlari, fotosurat va hamda haqiqiy yashash manzilini ko'rsatish kerak bo'ladi. Xorijliklarning mobil qurilmalari geolokasiyasi monitoring qilinadi. Turar joy o'zgarganda Ichki ishlar boshqarmasini 3 ish kun ichida mobil ilova orqali xabardor qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlar boshqarmasi turar joy haqidagi ma'lumotlarni 3 ish kuni davomida olmasa, mobil qurilma geolokasiyasi aniqlanmasa, xorijliklar nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi va Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tganda odatiy qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Agar yangi tartib Moskvada samarali natija bersa, boshqa hududlarda ham qo'llanila boshlaydi. 2024-yilda migrantlar uchun rus tilini bilish haqidagi 9000 dan ortiq sertifikat bekor qilindi. Bu haqda Rosovnadzor rahbari Anzor Muzayev Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forumi sessiyasida ma'lum qildi. Bundan tashqari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng bunday huquqbuzarliklar soni 3 barobar kamaydi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar soni qariyb 3 barobarga kamaydi. Gap bekor qilingan guvohnomalar haqida bormoqda va asosan bularning barchasi o'zgartirishlar kiritilgunga qadar amalda bo'lgan eski berilgan hujjatlar, degan u. Muzayevning eslatishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 203 ta huquqiy imtihon o'tkaziladigan joylar mavjud. Bularning barchasi federal muassasalar yoki sho'ba korxonalar. Bular davlat tuzilmalari, ularning tijorat tuzilmalariga hech qanday aloqasi yo'q, deya aniqlik kiritgan u. 2024-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin chet el fuqarolari uchun rus tilidan imtihonlarni 3-shaxslar tomonidan tashkil etish va o'tkazishni taqiqlovchi qonun imzoladi. Rus tilini bilish Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslarini bilish sertifikati faqat hukumat tomonidan imtihon o'tkaziladigan muassasalar ro'yxatiga kiritilgan davlat muassasalari tomonidan berilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida rus tilini bilmaydigan migrantlarning farzandlarini maktablarga qabul qilishni taqiqlovchi qonun mavjud. Migrantlarning bolalarini boshlang'ich, umumiy, asosiy, umumiy, o'rta va umumiy ta'lim dasturlariga o'qishga qabul qilish faqat rus tilini bilish bo'yicha test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirdagina mumkin.
Krasnoyarskda Glinka ko'chasidagi qurilish maydonchasida Xitoy va O'zbekiston fuqarolari orasida mushtlashuv kelib chiqdi. Politsiya vaziyat haqida ijtimoiy tarmoqlardan xabar topgan. To'qnashuvda 10 dan ortiq kishi qatnashgan. Ma'lum qilinishicha, janjallashganlar Xitoyning qurilish maydonchasida ishlaydi. Natijada 4 kishi kasalxonaga murojaat qilgan. Ularning jarohatlari haqida ma'lumot berilmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mojaroga maishiy janjal sabab bo'lgan. Qo'shimcha tekshiruvlar davomida hodisaning 25 nafar faol ishtirokchisi politsiya bo'limiga olib ketilgan. Mazkur holat yuzasidan badanga yengil shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda huquq-tartibot idoralari xodimlari voqea holatlarini oydinlashtirishga yordam beradigan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Sankt-Peterburgdagi sport klublarida reyd o'tkazildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Ikkita yakka kurash sport klubida o'tkazilgan reydda 50 kishining hujjati tekshirilgan. Shulardan 20 nafari xorijlik, jumladan afrikalik 2 talaba bo'lgan. Ularning Rossiyada qonuniy yurgani va jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilgan. 5 nafar xorijlik Sankt-Peterburgda noqonuniy yurgani aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Pirmor o'lkasidagi qurilish maydonchasida Shimoliy koreyaliklar va o'zbekistonliklar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Arsenovdagi tog' kurorti qurilish maydonchasidagi migrantlar o'zaro rezinka tayoq va armaturalar bilan janjallashgan. Amur nashrining xabariga ko'ra, janjal tushunmovchilik tufayli kelib chiqqan. Mushtlashuvdan so'ng ishlar yana o'z ishlariga qaytishgan. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida migrantlarning joylashuvini mobil ilova orqali kuzatish bo'yicha tajriba boshlanadi. Dasturda ishtirok etish uchun xorijliklar o'z shaxsiy ma'lumotlarini, jumladan mobil qurilmalar va geolokatsiya ma'lumotlarini qayta ishlashga Ichki ishlar vazirligiga rozilik berishlari kerak bo'ladi. Agar migrant mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tish imkoniga ega bo'lmasa, bu borada unga tegishli bo'linmalar yordam beradi. Biroq agar foydalanuvchining geolokatsiyasi 3 kun ichida qayd etilmasa, u qaydnomadan olib tashlanishi mumkin. Mehmonxonalarda, sanatoriyalarda, sayyohlik markazlarida, lagerlarda yashovchi yoki kasalxonada bo'lganlar uchun istisnolar mavjud. Ular o'z joylashuvi haqida xabar berishlari shart emas. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa, eksperiment 2029-yil 1-sentyabrgacha davom etadi. Tajriba Belarus fuqarolaridan tashqari Rossiyaga vizasiz kirgan xorijiy fuqarolarga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiya migrantlarining raqamli profillarini, jumladan barmoq izlari va fotosuratlar kabi shaxsiy biometrik ma'lumotlarni yaratishni boshlaydi. Ushbu profillar chet el fuqarolarining mamlakat ichidagi holatini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek, 2025-yil 1-yanvardan boshlab chet el fuqarolari 10 tadan ko'p bo'lmagan SIM kartalarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi va ularni olish uchun biometrik ma'lumotlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Ilgari chiqarilgan SIM kartalar 2025-yil 1-iyulgacha biometrik ma'lumotlar yordamida tasdiqlanishi kerak. Aks holda ular bloklanadi. Ushbu chora-tadbirlar migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish va Rossiya hududida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan deb iddao qilmoqda.